Bozorda shuncha zamonaviy mashinalarning ichida bir dona 69-yilda ishlab chiqarilgan Gaz M21 avtomobili bor ekan, ko'rishlar mumkin. Gaz M21 1969-yilda ishlab chiqarilgan, $5000 so'rashyapti, 97lik 748 tak 29-21. Sizdan syomka qilyapman. Aka, buni nomiga o'tkazishda muammolar bo'lmaydi? Men bilmadim. Bemalol, antikvar mashina. So'rash kerak. So'rash kerak. Demak, olgan odam bemalol o'zi dokumentlarini o'zi aralashtirib qo'yaveradi. Я сам, честно говоря, вот не знаю. Я вытащил на базар, у меня нет ретро-номера антикварные. Недавно получил. А как, если номера есть, почему нельзя ее продать? Очень странно, что aytib o'taman, bu mashinani bemalol olib antikvar nomer ham olish mumkin. Yaqinda masalan Toshkent shahridagi antikvar mashinalarga antikvar nomer berildi. Mashinani sotib olganingizdan keyin o'zingiz nomingizga o'tkazib antikvarni qilib olishingiz mumkin. Aka, kalti bo'lsa ochib berilasizmi? Mashinani kirib bering. Hop, ichi mana divan bo'yotibdi. Hozir mana trapda kalt bor ekan, ochib berishyapti. Xo'p, bunday antikvar mashinalar doimo bozorga chiqavermaydi, chunki shunday mana bunday qimmat yangi mashinalar ichida bu bitta bo'lib ajralib turibdi. Idealniy состоянияda. Motori ham o'zining 21 motori, родной motorda. Vah, mana haqiqiy retro mashina. Divan holatlari juda ham ideal holatda ekan. Родной или qilingan. 10 yil oldin mana sidenalarni qildirishgan ekan. Mana tablolar. Kaprimon bo'lgan mashina. Motor ham yo'q. Buni men yaxshi tushunmayman. Skori rulda bo'ladi. Avtomat или 1-2. 3talik o'zining родной korobkasi bor ekan. Bismillah, o'tirib ko'ramiz. Mashina juda ham zo'r mashina. Этот сплен, tormoz, gaz. Bu ruchnik ekan bu. Mashina juda ham zo'r, klassika. Mana ichki ko'rinishi, akam nomerlari bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana shu yerda yozib qoldiryapman. Menga obuna bo'lishni ham unutmanglar.